Assalomu alaykum, hurmatli Ishonch TV obunachilari, kuzatuvchilari. Bugun 2025-yil 19-may sanasi aeroport novli qovun ekkan deya oldingi videolarimizda aytib o'tganmiz. Bu qovunlarimiz 7-aprel kuni ekilgan. Hozirgacha urug'dan ekkanmiz bularni. 7-aprelda o'sha urug' tashlab yerga, keyin ustidan klonka yopganmiz. Hozirgacha 2 marta suv ichgan, hali birorta dori berganimiz yo'q. Selitri ham boshqa ekinlarimiz bilan bo'lib, tarvuzlar bilan bo'lib qovunlarga e'tibor qaratolmadik. Endi e'tibor qaratyapmiz. O'zgarishlari yaxshi bo'lgani uchun sug'orishda ham hozirgacha o'sha bir marta kichkinaligida palaklar sug'orilgan edi. Undan keyin suv quyganimiz yo'q. Endi mana hozir dori septiryapmiz qurtga qarshi. Endi gullab hosil ishlab kelayotgani uchun shu qurtga qarshi, qurtlar yo'q, har ehtimolga qarshi qurtlarga dori septiryapmiz. Endi narxlarini tortib, keyin selitra bilan sug'orishni boshlaymiz. Keyin bundan buyog'iga endi ko'proq sug'oramiz. Bunga suv kerak endi. Endi hosilga kirib, kichik hosil ushlashni boshladi. Bugungi kunga kelib holati hozir mana shunday. Bu qovunning nomi aeroport nomli qovun. Endi kichik hosil ushlab kelyapti. Mana shunaqa. Mana shunaqa payti dori sepish kerak. Bundan oldinroq ham sepish kerak. Sababi shu gullik davrida qurt joylashib olib, keyinchalik qovunni ichiga kira olishi mumkin. Kirmasligi ham mumkin. Endi har ehtimolga qarshi sepyapmiz dorilarni. Sistemli dori sepilyapti. Injo degan dori. Boshqa dorilar ham bor edi, sistemli yaxshi dorilar ham bor edi. Endi qishloq sharoitida hozir birdaniga topganimiz shu bo'lib qoldi. Injo ham yaxshi dori. Sistemli ta'sir qiladi, ya'ni o'sha keyinchalik ham hosilni ichiga kirmoqchi bo'lgan yoki butun palak bo'ylab tekkan joyiga emas, palakni ichi bilan sistemli ta'sir qiladi. Shunaqa dorilar ko'p. Misol uchun karate bu, yana qanaqadirlari bor. Mana shunaqa sistemli dorilar sepgan ma'qul, oddiy doridan ko'ra.